Kanalimiz obunachilari uchun bonus narxda yana bir Fengdon S508 mashinamiz 2023-yil ishlab chiqarilgan gibrid holatda. Oldilarini qaranglar, balon holatlari. Balonlari ham yaxshi, yumshoq, yangi balon qo'yilgan, archa balon azizlar. Bu sizlar uchun bonus narxda bo'ladi. 1200 km zapas kodligi, mana salonlarini qaranglar. Sariq salon sirasi. Yurgan masofasi 84 km ekan. Kattakon panorama lyuklar bilan Abdufabagdek zinalar ikkala zinasida ham bor, Eco Sport normal rejimlari bor. Honda Times zinalarigacha bor bu mashinamiz. Akustikasi ham kuchli. Tonirovkalari ham bor, azizlar. Mana orqa qatorlari. Orqalarini baho beringlar. Merch salon rangida, zaryadlilari ham bor ichida. Boshqacha bir dizaynga ega mashina. Haqiqatan puliga olib mingsa arziydigan mashina. Mana orqalarini ko'ringlar. Zo'r holatda minilgan mashinamiz. 84 ming probeg bilan 3 qator 7 o'rindiqli kattakon. Hamma narsalari joyida turibdi, mana azizlar. Akkumulyator holatda, hatto aka-largacha bor ekan bu mashinamiz. Xo'p, bu mashinamizni kraskasiga keladigan bo'lsak, mana shu oldi krilo qirilgani uchun sachilgan, qolgan joylari absolutni toza. Puli arzon kanal obunachilari uchun bu Fengdon mashinamizni 19 ming dollarga baraka qilib beramiz. Kanalga like, podpiska bosamiz, obuna bo'lamiz azizlar.